Yo'dan bor qilish yaxshi ko'radigan kelinli retsept. Hovlida tursanglar, o'choqda qilib ko'rsanglar, ishoninglar, mastavani orqada qoldirib yuboradigan ovqat. Qizib turgan yog'imizda pari to'ralgan piyozimizni qizartirib qovurib olamiz. Ketidan lahm go'shtimizni, universalniy priprava, tuz, pomidor, qizil tomat solib, bir rov qovurib olamiz. Kartoshka, sabzi, svetofor bolgarskiy. Ahamiyat beringlar, hamma masalliqlarimizni mayda kubik shaklida to'g'rab olganmiz. Ana o'shanda shirali chiqadi. Sho'rvalarga soladigandek suv solib, bitta miltillab qaynab chiqqandan ko'kat bilan qalampirimizni solib, 2 soatga sho'rvamizni tegini pastlatib qo'yamiz. Xamirimiz dirkillab chiqishi uchun tuzli suvga tuxum solib, ozgina-ozginadan un solib, xamir qorib, ko'proq tindirib qo'yamiz. Ana o'shanda bemalol yoyasizlar-yu, bemalol tugasizlar. Qaynab turgan sho'rvachamizga birinchi konserva qizil fasolimizni bitta yuvorib solamiz. O'shanda sho'rvaning rangini xunuk qilib, to'kilgan xamirlarimizni eng oxirida solib, pishgandan keyin kosamizga ovqatimizni chiroyli qilib suzib olamiz. To'xtang, ishtahangiz ochilib ketdimi? Yurichani bosib qo'ying, bilasiz-ku, ko'nglim ko'tariladi. Adasiga gap bo'lishmoqpas, olinglar.